Uyg'ur yozuvchisi Mamtamin Hoshurning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tomonidan nashr qilingan Qum bosgan shahar nomli romani. Bu roman Belqut shirkatida ovozga elinib, Belqut to'g'ridan oltildi. 3-qism. Cho'l o'g'li. 26-bob. Üştib to'g'roq. Aradan xeyli yillar o'tib ketdi. Zodi qanchalik vaqt o'tganligini hech kim enchga hisoblabni ko'rmadi. Vaqt u shundoq narsa. Hech kim hisoblab uning chekiga yetolmaydi. Hisoblamasangmi ko'zga ko'rinmay o'tib ketaveradi. Lekin atrofdagi hamma narsa, har bir tupgiya, tog'u tosh, cho'ng kichik hayotliklarning hammasida vaqtning qoldirib ketgan iznalarni ko'rgil bo'ladi. Cho'l o'g'li endi burutlar xat tortib, cho'ngni yigit bo'lib qolgan edi. Uning otasi azon chillab qo'ygan Safar degan ismi hech kimning esida qolmagan edi. Hamma uni cho'l o'g'li deb chaqirishadi. Bu uzun yillar ichida bahor qushlari cho'l osmonidan qancha rat uchib o'tdi. Cho'l yo'llarida qancha karvonlarning qo'ng'iroq ovozi yangrab, talay yo'lovchilar yiroqlarga uzab ketishdi. Qumliqlar ustidan sonsiz bo'ronlar uchib o'tib, qum barxonlari qancha qitimlab o'z o'rnini yo'tkashdi. Kimlardir yig'lab, kimlardir kulib, kimlardir tug'ilib, kimlardir olamdan o'tdi. Ko'k osmondan qancha yulduzlar eqib tushdi. Lekin 4-boboyning choyxonasi oldidagi üştib to'g'roq ilgirkidaklar atrofiga salqin soy tashlab, yana o'z o'rnida mazmut qad ko'tarib turardi. Bu yillarda atrofni qum besib, karvon yo'llari yiroqqa surilib ketgachga choyxona ilgirkidan cho'llashib qolgan edi. Faqat shu atrofdagi jangillardan o'tin achiqadigan o'tinchilar, yo'ldan ozg'an yo'lovchilar, qarchig'illarni bilaklarga qo'ndirib, aralab paydo bo'lib qoldigan ovchilar, qandoqdir biror divona, oshiq yoki kash qolgan jahon kezdilar bu yerga tushib, uloqlarni dam oldirib, qo'nib, choy ichib o'tib ketishadi. 4-boboy Osman bir qancha yilning oldida mo'mini ashu qumliqlarning ichiga o'g'lining qabrisi yenig'i dafn qildi. Hozir uning obdonlik qiyirlik yetgan. Ballari mushchaygan edi. Yiroq yaqinning ishini cho'l o'g'li bijiratdi. Bovoy tong saharda qo'pib, o'choq atrofida ovora bo'ladi. Chaynaklardagi tunugundan eshib qolgan choylarni to'kib, shamlarni tozalaydi. Qarib ketgan yo'g'on mischugunni o'tqa qo'yadi. O shaharning choychilaridek choyni hargizmi oldin damlab qo'ymaydi. Faqat yiroqdan yo'lovchilarning qarisi ko'rinib, uloqlarining beshini bu tarafga burg'andilar, chaynaklarga yangi choy selib, qaynoq suv bilan liqlab, o'tga yaqinlashtiradi. Uning sanduqlarida bo'lsa, eng puroqliq choylar saqlanadi. Uning damlagan chayi ilgirkidagila lazzatlik bo'lib, ishgan odamni terlatib, yuzlariga qon yugurtib, g'ardug'ini chiqaradi. Cho'l o'g'li yetilib, obdalli bo'y tortgan bo'lib, uning yumron, oppoq terilari cho'l optipida kuyib, mis rangiga kirgan edi. O har kuni sahar turib, buloqdan suv akilib, kuplarni to'ldirardi. Ondan arg'amcha paltillarini eshakka ortib, o'tin akilish uchun cho'lning ichiga qarab mang'atdi. Choyxonaning orqasida u to'shib kelgan o'tinlar do'linib turardi. Bovoy bu o'tinlarni choy qaynatishga ishlatib, oshqinni o'tinchilarga arzon bahoda berib etadi. Ota bolaning tirikchiligi ana shundoq davom qiladi. O'tinga mang'an cho'l o'g'li yo'l bo'yi naqsha aytadi. Uning uchun atrofdagi hamma nima tunish va yaqinlik edi. Yoshlik uning qalbida yangi istak, yangi tuyg'u, yangi talpinishlarni o'stiradi. Odamsiz bu cho'lda tabiatning o'z vujudida yetildirayotgan bu o'zgarishlarning zodi nimidan derak berdiganligini u texet tushunib yetolmaydi.
Çöl o'g'li o'z yo'lida uchrashgan har bir tupkiya, jon-jonivorlar bilan g'oyibona paranglashib o'tadi. Çöl uning onasi, vatani, ko'ngil xushi edi. Çölning go'zalligini faqat çöl farzandlari biladi. Yaratgan egan olamning hamma yeriga o'ziga xos ko'rkamlik baxsh etgan. Bu tunurda kuyib turgan qumliqlardimi yana qiziq qum taktiga qaysarlik bilan yıldız tartib, baraqsan bo'lib turgan yop-yeshil to'g'raqliqlar uchrab turadi. Xurjinning nursiga ortib, yiroqlardan kelayotgan yo'lovchi to'g'raqliqda saydab o'ltirganida qayerdandir salqin cho'l shamoli paydo bo'lib, uni yelpib o'tdi. Yo'lovchi jannatning huzurini suradi. Bu yerda yana qip-qizil gullab turgan yo'lg'ullar, tikanlik yovi o'tlar, chechaklab turgan dala gullari, pupuklarini yenik irg'anitib turgan qo'mishlar uchraydi. Çöl o'tlarining umri bakmi qisqa. Ular ancha-muncha tamchib o'tib ketadigan cho'l yomg'iridan suv ichib, biqilib, qaqas cho'lga bir mezgil bo'lsa-mu yeshillik baxsh etdi. Ondan oldirashlik bilan chechaklab, urug' tutib, o'z urug'larini yana qumlar orasiga chechib etib, o'z hayotini oxirlashtirdi. Bu urug'larni cho'l shamollari ba'zida yiroqlarga aytdi. Ko'zga ko'rinmas urug'lar tushgan yerida xuddi oshiqning yo'kidagi muhabbat o'tidek, qizning qalbidagi maxfiy sirdek biqlindigan yana bir fursatni savarchanlik bilan kutib yotadi. Cho'l odamlarining mijozimi suvsiz jaziralarda ko'klab turgan ashu tikanlik o'tlarning tabiatiga o'xshab ketadi. Rohatlik bog'lar, shaharning salqin saroylarida yillab optob ko'rmagan lashtak oq chiroylarni bu yerda uchratqil bo'lmaydi. Cho'l odamlarining chiroyi quyoshda chaqnab, misdek parqirab turadi. Ularning kiyim-kechaklarining rangimi o'ngib, ashu tomlarning rangiga o'xshab qolgan. Quyoshning o'tdek qiziq tapdi. O'zilmay chiqib turadigan cho'l shamollari johillik, qo'pollik, mardonlik, sodiqlikdek xislatlarni ularning qon-qiniga singdirib o'tgan. Shundoq. Bu yerda tabiat hech bir hayotlikni papilamaydi. Hamma nima o'zining qaytmas, egilmas ruhiga tayinibla mavjud bo'lib tura oladi. Cho'l o'g'li ba'zida xiyolga tushib o'ltirib qoladi. Uning esiga yo'v mevalar bilan jangollashib ketgan bir tashlandiq bog'. Karvatda yotgan bo'vay. Uni ko'tirib mangan akillari kelgandek bo'ladi-yu, yana bu aslima tushdek xiralashib ketadi. O'g'lim, endi sana muloyim bir qiz lozim edi. Deydi Osmon bo'vay qoramiga yetib qolgan cho'l o'g'liga zo'qilib qarab. Men seningdek kichik vaqtimdan boshlab o'tinchilik qilgan. Shunga meni bilganlar hozirgacha o'tinchi Osmon deyishadi. Keyin yaxshi niyatli bir kishi o'z qizini menga nikohlab qo'ydi. Va mushu buloqning yeniga, uchtib to'g'raqning ostiga bir choyxona etishni maslahat berdi. Shundoq qilib, bu yerga choyxona ochdim. Ayolim japoyimni 50 yildan o'shiq tortdi. Oxirda o'z qo'limda jon uzdi. O'g'lim bilan mo'miyimni mushu atrofdagi to'g'riqlikka ko'ndim. Shunglashqa mushu cho'llikdan, ko'ni choyxonadan neri ketkim kelmaydi. Allohning rahmati cheksiz. Qara. Oxirda Xudoyim ikkimizni bir-birimizga hamroh qildi. Alloh ojizlar uchun posiban, kech qolganlar uchun panoh. Har namozimda Allohga shukr aytaman. Sening baxting uchun duo qilaman. Biroq bu atrofda biz ishqi kirgidek qizlik o'ylar yo'q. Boshqa yurtning qizlari bu cho'lning jafosiga chidamaydi. Xudo bir yerdan baxtingni ayta. Bo'vayning mundoq so'zlarini cho'l o'g'li qizargan holda shirin bir tuyg'uga cho'mib anglaydi.
cho'l o'g'ilni hammadinmi choyxonada qo'nib qoladigan yo'lovchilarning gap so'zlari nihoyat qiziqtiradi. Yiroqdan kelgan yoki yiroqlarga safar qilib ketayotgan bu ajoyib kishilarning so'zlarini anglagan sari dunyo uningga to'limi cheksiz va sirliq bilinadi. Bu yerda qo'ngan o'tinchilar jon boqmoqning kundan kuniga taslishib ketayotganligi, shaharda o'tinning bahosi tushib, savdogarlarning mollarining qimmatlab ketayotganligini ustida dard to'kishadi. Ba'zida bu yerda sapoyi xurjunlarni ko'targan divonalar, oshiqlar, dab va xanjarlarni tog'orga selib yudib olgan baxshi, rammonlar kelib tunab qoladi. Ular qayerdandir bir yerda ikki boshliq bir ajdahoning paydo bo'lib qolganligi va butun bir shaharning odamlarini tarixli tutib ketganligini, kimdir birining jangaldagi yo'g'on bir qora toshni o'z o'rnidan yo'tkab qo'yish bilan qora bo'ron paydo bo'lib, shu atrofdagi xalqning uy makon, targan ziroatlarini osmonga uchirtib ketganligi va hokazolar to'g'risida so'zlashadi. Cho'l yo'llarida pat-pat paydo bo'lib qolgan tavakkulchilar, jahongazlarning gaplari to'limi qiziqarliq edi. Ular mushu poyonsiz qumliqlarning qayerdadir bir yerida qum dovullari ostida ko'milib qolgan qadimiy shaharlar, tugamas boylik bilan to'lgan xazinalar haqida qizishib so'zlashadi. Ularning ba'zilari ana shunday sirliq xazinalarni izlab cho'lga ishkirlab kirib ketganicha qaytib chiqmaydi-da. Deraksiz g'oyib bo'lishadi. Yana bu ko'ni choyxonada ba'zida ko'zlari o'tdek yenib turadigan o'ng chiqmas kishilar qo'nib o'tadi. Ular qaysidir yurtlarning hukmronlariga qarshi bosh ko'targan isyonkorlari, baglarga bo'y bermay qechib yurgan tinimsiz polvonlar edi. Ko'pincha ular qorong'u tushganda paydo bo'lishadi-da. Atsi tong yurmasdilla otlarini egarlab uzab ketishadi. Choyxona oldidagi 3 tup to'g'roq o'tgan kashkanlar uchun belgi edi. Choyxonada yana yangi mehmonlar kelib choy ichishadi va yangi voqealar haqida hikoyalar boshlanadi. Bundaq hikoyalar aslida rost bo'lib o'tgan voqealardan boshlangan bo'lsa-mu, eg'izdan eg'izga ko'chish bilan uningga so'zlaguvchilarning mubolag'alashgan xiyollari aralashib, oxirida bakmi qiziqarliq afsonalarga aylanib ketadi. Anglayotganlar Belqutordan anlatılayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 27-bob. Beg'amlar shahri haqida yangi rivoyatlar. Hammadinmi cho'l o'g'ilni Beg'amlar shahri to'g'risidagi paranglar bak qiziqtiradi. Kishilar mushu cho'lning qaysi bir yerida ilgari Beg'amlar shahri deb nom olgan avot bir shaharning bo'lganligini hikoya qilishadi. Aytishlar qaraganda u shaharning sepillarimi, hatto o'yli oromlarining tomlarimi bo'lmagan ekan. U yerning kishilari qo'vliq shumliqni, o'g'irlik qilishni bilmaydi ekan. Xon podshoh lashkar deganlarni tonimaydi ekan. Yeydigan, ichadiganning boyashatligidan u shaharning odamlari o'ynab ko'rib, nihoyatmi beg'am yashagan ekan. Keyin bu shaharni yovlo besib kirib vayron qilibdi. U yerdagi mol dunyoning ko'pligini anglab, minglab divonalar, osh yalang'och qolgan odamlar eqib kelib, bulang-talang qilg'il turibdi. Oxirda shahar cho'lishib, etiz eriqlarni qum besib, odamlarning hammasi jin olvosda ezit qulog'i aylanib ketibdimish. Beg'amlar shahri haqida gap bo'lmasa, yo'lovchilar ixtiyorsiz qizib parang'i tushib ketishadi. Hey, shu oshib Beg'amlar shahriga yaqin bir joyda ketyapsam, deb hikoya qiladi yo'lovchilarning biri. Ko'zimga chiroqlari yenib turgan bir shahar ko'rindi. Ya Allah, heliqib Beg'amlar shahri degani shu bo'lmasin deb shaharni yondab o'tib ketmoqchi bo'ldim. Qarasam, chetda bir yerda panjiralardan chirog'i yo'riq tushib turgan uy ko'rindi. Uloqlarimning beshini shu tarafga burdim.
Uyning atrofi bükküde daraxtlikan. Mushu yerda dam elib ketay deb, uloqlarimni o'tqa qo'yib yutib turatdim. Uy ichidan ayollarning gudonlashgan ovozi anglandi. Putumning uchidan mengib berib, panjiradan qarasam, uyning ichi shuncha chiroyli bezilibdi. Tomladi gelan. 3 xotin qalin yekandaz ko'rplarning ustida o'ltirib, parang'i tushib ketibdi. Bu savdogar degan haqqa pul bo'lsa bo'ldi deb gapini davom qildi bir xotin. Mana mening erim savdo bilan chiqib ketgili oydin ochdi. Har kuni yo'lga qarayman, shuni kun bo'ptimi dedi. Cho'y bir xotin seninkiga oy bo'pti. Meninki uydan yo'qolganiga yili bo'lay deb qoldi. Tayinliq uqaq xiyoliga kelgan bir yerda uchirgan bir paskini bilan quchoqlashib yotadigandu. Biz bo'lsak bu yerda uqaqning yo'liga tashna dedi. Hey, men bu gaplarni panjiraning yenida anglab turman. Shunlayqi yana bir 3-chi xotin, "O'hosh, yo'q, erlaringlarning orzusini qilib, og'zinglarni tatbiq etmanglar. Shu topda Xudoyim oldimizga g'oyibdan biror er kishini avatmisin yana" dedi. Qarg'o jirtoq bo'lsin maylite deb qo'shildi biri. Agar rostunda shundoq bir mehmon kelib qolg'dak bo'lsa, avval kimning uyda qo'nidi deb so'rab qoldi yana biri. Shunda albatta meniki yotidi. O'tganda biri kelib, "Senikiga tushmaganmidi?" deb dedi ikkinchisi. Endi navbat mening bo'ldi. "Sallada insof degan bormi?" deb chachirab o'rnidan qopdi uchinchisi. Shuni bilan bir chiroyli paranglashib o'ltirgan xotinlar bir-biri bilan chashlashib ketdi. "Hay, bo'ldi qilinglar" deb eshikdan etilib kirib, ularni ajratib qo'ydim. Xotinlar mening beshimdan oyog'imgacha qarishib hayron bo'ldi. "O'zing kim bo'lasan? Bu yerga nerdan kelib qolding?" deb so'rashdi. "Men yo'lovchiman. Biror qo'nalg'i izlab bu tarafga burilgan edim. Varang-churungni anglab, nima gapken deb kirishim" dedi. "Obdan bo'pti. Bizmi yolg'izlikda zerikib o'ltiratdik. Qani yo'qroq o't, birli ko'ngil etishib, bu zerikarlik tunni tong'i ulayli. Ondan senmi o'z yo'lingga ravon bo'l" dedi xotinlar. Ular meni to'rdagi yekandaz ustiga o'ltirg'izib, belimga pay yostiqlarni qo'ydi. Oldimga dasturxon silib, nozu ne'mat deganingni tizivatdi. Birdamdan keyin sharob ichdik. Sharob kayib qilgan sira ko'zimga bu xotinlar bir-biridan go'zal ko'rinib o'tdi. "Men bir yo'lovchiman. Bu kecha sizlar bilan bir dasturxonda birga bo'lishni taqdir nasib qildi. Bu cho'llarda yurib, ayol zotini ko'rmaganimgimi uzun yillar bo'lgan edi. Ayib ko'msanglar, oranglardagi biraringlar bilan Xolida birga bo'lsam, savdogar haq deganning nadi kun kashkirsa, uyi shu. Talabimni yerda qo'ymasanglar deb o'tindi. Xotinlar kulishdi. Oradan biri, "Bu uchimiz bir-birimizga kundash. Qani o'zing ayt, kimni ko'ngling tatidi?" dedi. Qarasam, bu xotinlar bir-biridan chiroyli. Birining badani qosh teshidek suzuk, yana biri qora qumchoq, mehri issiq. Hammadan yosh birining bo'lsa, nefis shoyi ko'nglakda chiroyli yo'tillari, kelishgan badallari mana men deb ko'rinib turibdi. Qaysini tanlashimni bilmay tangirqab qoldim. "Bo'lmasa biz sherishayli" dedi yana biri. "Sen kimni yiqitib olsang, shu sening bo'lsin" dedi. Shundan men agar 3 yilinglarni yiqitib olsam-chi dedim. "Ha, 3 yilimizni yiqitib olsang, bugun kecha navbat bilan xizmatingda bo'layli" dedi. Shuni bilan chelishib tushdik. Dastlabda eliqi shoyi ko'nglak bilan tutishdim. Jonivorning badallari shundoq yumshoq. Belimga chirmashgan qo'llari o'zim tilidek avrishim. Xudoning qudrati bilan oyog'i cho'yin esvag'andek yig'ir. Yerdan zodil yo'l olamadim. Bir chog'da u meni yonbosh qilib yerga otdi.
ikkinchisiga tang kelanmadi. Uchinchisi tutishmayla beshimdan ortildirib tashlabatdi. Xotinlar qaqaqlab kulishidi. Yiqilgan yerimdan o'milab qo'pib, "Kelinglar, bo'lmadi, boshqa degan deyman. Yana tutishman, yana yiqaman. Nihoyat o'sal ahvolga tushib qoldi." Shunda qilib, eliqi xotinlar bilan tong otqichi kelishib, holimdan ketibdiman. Bir chog'da ko'zimni ochsam, tong yurib ketibdi. Eliqi yerda na shahar, na uy bo'lsin, atrof cheksiz qumliq. Oqshom qo'rsqimga bir narsa yegandekman emasman. Uloqlarning qo'rsaqlarimi ichib beqillarga chaplashib ketibdi. Qo'rqinimdan chachirab o'rnimdan turdimda uloqlarni haydab qochdim. "Hey, men sizlarga kichikkina bir ishni so'zlab beray" deb gap boshlaydi ikkinchi bir mehmon. "Sen uch xotinni uchratgan shu atrof rostilla takshi emas o'xshaydi-mi? Bir kuni kashga yaqin menga naq shu yerdan o'tishga to'g'ri kelib qoldi. Sal aylanib ketib boratdim. Birining 'Hey tosh' deb varqirg'inni olgandek qildi. Meni bir chaqiryapti nima deb hayron bo'lib, ovoz chiqqan tarafga qarab menibdiman. Tosh degan ovoz qayta anglandi. Mana bir eski tugmanning oldidan chiqib qoldi. Qarasam, Dilqut xazinasi mening oldida bir satang cho'kan o'tiribdi juma. Ömrimda mundoq kelishgan xotinni ko'rmagan ekanman. "Meni sizlar chaqirdinglarmi?" deb so'radi. "Ha, men chaqirgan" deb tatliq kuldi u. "Ha, nima gapdi?" desam, "Mao tugmanga o'git akilib edim. Tugmanda odam yo'q ekan. Qorong'u tushgan sir qo'rqyapman. Menga bir kecha hamra bo'lgan bo'lsalar" dedi. "Hamra bo'lsam bo'lay" dedim. Eliqi cho'kan meni tugmanga boshlab kirdi. Ondan qosh ko'zlarini o'ynatib, atrofimda pirqirab qoqoqlab kulgili o'tirdi. Nima bo'lganini uqmayman. Uning chiroyiga maftun bo'lib, kecha tugman teshini cho'rib chiqibdiman. Yerib zodida holim qolmadi. Bir chog'da Eliqi cho'konga "Xanam, tongmi atay deb qoldi, birdan yatmaylimi?" dedi. Cho'kan "Bo'pti, yasaq yatayli" dedi. Shundoq ko'ngilli quchoqlashib yotdik. Saharda uyg'onib qarasam, bir badbashiri qerini quchoqlab yetibdi-mi? Chachirab o'rnimdan turib, yana bir qarsam, yenimda yotqini bir soyibchamon ayol ekan. O hech nima to'ymay, yenik nafas elib uxlab yetibdi. Engishib qarasam, ko'zimga yana shundoq bir olvosti xotin ko'rindi. "Ya Alloh, bu nima karomat? Ko'zim to'g'rilishib, bir qandoq bo'lib qoldimi nima?" deb ko'zimni o'g'ildim. Eliqi cho'konning u yoq bu yoqiga o'tib, toza zan soldi. Boyi bu cho'konning ikki yuzi bor ekan. Bir tarafdan qarasang, to'lin oyning o'zi. Yana bir tarafiga o'tib qarasang, badbashirligidan kishining ko'ngli erishidi. Shu qoshqinimcha cho'ng yo'lga qarab to'xtamay yuguribdiman. Eliqi cho'chaklardagi 200lik olvosti degan shu o'xshaydi. Bir kuni shu cho'lda eshaklik ketib berib, mugdab qolibman sizlar. deb hikoyasini boshlaydi yana bir aylan. Bir chog'da ko'zimni ochib qarasam, oldimda bir odam ketib beribdi. Yana shevib berib qarasam, bir ko'zi olg'ay, yuzi cho'qir, tozimi ko'rimsiz bir nima ekan. Tenim shurkangandek bo'ldi. Eshikimni devitib o'tib ketayotsam, "Oy adashoy, eshikang shunga qojilamdi" deydi. Nima deydigandimi oljo'qi deb, "Mening eshikim shunga qojilaydigan ishmidi? O'zing nima odamsan? Nimandaq kelish, taxsh gap qilasan?" deb qaynab ketibdiman. Eliqqa cho'qir gaplarimni qoptilig'imi yeb qo'ymay. "Amsa o'zing tashyamsan" deydi. Bir sarang'i o'shirgan o'xshayman deb gapni qilmay menga yevadi. Qarasam,
eshkim har qancha qamchilsammi qadimi ostilab, chiliq-chiliq targa cho'mib ketyotdi. Nima alomatda bu deb orqamga qarasam, eliqi cho'qur yo'l ustida ko'rinmaydi. Eshikimning qo'yrug'ida yo'g'on bir tosh chigit turdi. Ochiqim nereden keldi? Eshakdan irg'ib tushib, uning qo'yrug'idagi toshni elib yiroqqa otdim. Tosh yerga poqqa tushishi bilan eshak menimi tashlab, tekrarlashib chepib ketdi. Shunda qarasam, eshakning ustiga eliqi cho'qur bir obdan minibdi. Orqasi qarab qo'yib, sat hijib ketib boradi. To'xta, hay noinsof, qandoq nemisan? Birovning eshikni nega elib bormoqchi eding deb orqasidan yugurdi. Yetishib berib, chopinning orqa peshidan o'tib, bir tatib tikanma, göppil qilib o'ngdisiga oldimga tushdi. Eshakmo joyi to'xtab qoldi. Qarasam, eliqi cho'qur xarqirab to'pida yotidi. Birdamdila osmondan tushgandek yenimda bir ozozul xotin paydo bo'ldi. Kelgancha yoqamga esilib, "Voy Xudoyim, jajoni bera o'g'ri, sen mening do'stimni o'ltirib qo'yibsan-ku. Voy vafodor do'stim, voy chiroyli do'stim, seni ko'z tagdigi do'stim. Endi men bu yolg'izchilikning dardini qandoq totaman do'stim" deb yig'lig'il soldi. Nima baloga qolgandiman deb eliqi xotinga bo'lgan ahvolni tushuntirib o'tdi. Eliqi besham xotin, "Bu odamga o'libdi. Endi men bu cho'l jazirada kim bilan muhdishib kunni kech qilaman, uzoq kechalarni qandoq qilib tongga ulashtirman. Endi sen menga xotin bo'l" deydi. Nima deydigandim men saran xotin deb qarab qoldim. "Nima deyapsan? Menga xotin bo'l deyapsan, er bo'l deyapsan" desam, "Xotin bo'l" deydi. Qarasam, eliqi meningdek ikki erning basti bor. Tozimi yo'g'on bir xotinga. Qo'rqinimdan putqo'limda jon qonmadi. "Tuzlik gap qilsizlar xonim, xotin kishi xotin olganni nada ko'rgan" dedi. Eliqi xotin aymanmay, "Mavi odamga 10 necha yil xotin bo'lgandim. Endi seni bir necha yil bo'lsa-mu xotin qilib boqay deymina" dedi. "Yo'qlan gapni qilmasizlar, qancha pul sizlar beray. Meni yo'ldan qo'ymasizlar, ishim oldirash" dedi. Yanchiqlarimni o'rib qiqib, bari pulimni qo'liga berdim. "Amsa eshakni tashlab ket" dedi. Eshakni tashlab, qutulg'inimga xo'shal bo'lib yugurdim. Bir yerga berib orqamga qarab, hayron bo'lib turib qolibman. Qarasam, eliqi er-xotin ikkisi sat yeyishib, eshakning ustiga minishibdi. Bechora eshikimning beli egilib, yerga tegayli deb qopdi. "Hey, eshakning gapini qilsanglar, bir ish esimga kelib qoldi" deb so'zlab ketdi yana biraylar. Bir kuni eliqi sizlar parangni qilayotgan cho'lning atrofida piyoda ketyotdi. Bir eshak ko'zim tushib qoldi. Umrimda mundoq chiroyli eshakni ko'rib boqmagan ekanman. Eshkim yo'q cho'lda tezak burab ketib yotibdi. O'zimni piyoda menib, erib o'lay degandim. Birarining karvondan ayrilib qolgan eshak o'xshaydi. Egisi uchrab qolsa berib o'taman. Bu cho'lda usuzlikdan o'lib qolmasin deb meni oldi. Shunchalik siliq, mengishi bor eshakka. Xuddi shamol uchirib ketayotgandek huzurlandim. Ozroq menipla ko'zim uyquga ketgandek bo'ldi. Bir chaqda "Tushmamsan, uyga keldik" degan ovozdan uyg'onib ketdim. Pozir yasalgan bir uyning oldiga kelib to'xtabdik. Eliqi menga gap qilgan kim ekan deb atrofimga qarsam, hech kim ko'rinmaydi. "Seni da'vatman, tushmamsan" degan ovoz yana anglandi. Qarasam, ostimdagi eshak gap qilayotgan ekan. Qo'rqinimdan eshakning ustidan o'zimni yerga otdim. Uydan bir chiroyli xotin yugurib chiqib, "Voy, mehmon kelib qopti-ku" deb meni yo'lab turg'izdi. Bir yerlari og'irmag'andi deb kiyimlarimni qiqib uyga boshladi. Bir eshakka, bir heliqi xotinga qarab, ikki uyga kirib oldi. Xotin oldimga turli taomlarni tizib etdi.
Baya rastalla ostimdagi eshak gap qilmaganmidi yoki men shundoq eshak gap qilgandek tuyulganmidi degan xiyol kallamdan ketmay o'ltirib ketdi. Sal esimni yig'ib, ajab mehmondo'st ayol ekanlar. Kimning mazlumistili deb so'radi. Eliqi xotin Ele o'zlari minib kelgan eshakvoyning xotini bo'laman demasmi? Yavatqon desam gelimdan to'xtab qoldi. Chachirab o'rnimdan turib, "Men qaytay" dedi. Eliqi xotin oyog'imga o'zini tashlab, "Bu cho'lda menga odam didorini ko'rish yilda 1-2 qatimdan nisib bo'ladi. Menga ichimlar og'irsin, qo'nib qolslar" deb yeling'ili turdi. Talog'i qarasam, eshakvoy eshikning oldida turibdi. Ilojsiz qolib qoldim. Uqsam, yiliqi eshak aslida nihoyat usta baxshga. Jilla bilan hapilishib, oxiri o'zi eshakka aylanib ketibdi ekan. Uning bechora xotini eshakning didoriga qarab o'ltiraverishdan bezor bo'lib, insonni talab qilib yig'liganda eshakvoy yo'ldan o'tib ketayotgan odamlardan birarini boshlab kelib, xotinning talabini qondirdi ekan. Shu kecha eliqi xotini xo'shalligida qiladigan qiliq topolmay qoldi. Kecha ko'z yummay xizmatimda bo'ldi. Atsi eshakvoy yana meni dumbisiga elib yo'lga chiqib qo'ydi. Necha yillardan keyin yana heliqi yerdan o'tib qoldi. Bechora xotin esimga kelib, eshakvoyning uyi tarafga bordi. Shuncha izlabmi, heliqi uyni topolmadim desa, hamma yerni qum besib ketdi. Hey, beg'amda shaharga ketadigan yo'l ustidagi yo'g'on qora yog'ochning tubida jo'voz cho'rigan to'xti qiziqni bilamsizlar? Dedi bir yo'lovchi bir kuni. Vah, rahmatlik may deganni shundoq suzuk tartatdiki, ham issangmi bo'laveradi. Shunga dehqonlar jo'voz chat yerda bo'lsa-mu, qichi zig'irlarni erinmay shu yerga opirib tortib keladi. Rahmatlik qiziq gaplarga ajab usta edi. May tatquzg'ili bag'allarni ko'ldirib, uchini uzib o'tadi. Bir kuni kechasi shu juvozxonning oldidan o'tib qopdiman. To'xti qiziq rahmatlik o'lib ketib, bu juvozxona qiysiyib, vayron bo'lib, jindixonaga o'xshab qolgan ekan. Quloq solsam, juvozxondan qiyqos cho'qon, kimlarningdir qoqoqlab kulishgan, varqirgan ovozlar anglandi. Eshikning yo'chiqlaridan chirog'i yo'riq ko'rinib turibdi. Bu nima karomatdi deb hayron bo'lib, asta berib eshikning yo'chiqidan qarasam, vah, nimani ko'rdim demamsizlar? Juvozxonning ichi qip-yalang'och odamlar bilan to'lib ketibdi. To'xti qiziq ularning bir qanchisini juvozga qetibdi. Da'vatmangu, hammasini anadan tug'mili holda. Yeliqi matoni kamgazlab beradigan Ibrohim mata, onasini urib o'ltirib atgan Ro'zi Xunpar, 32 qatim erga tegib chiqqan Potam Yong'oq, Niyoz Sutqor, yana qandoqdir men tuniydigan tunimaydigan erlar, ayollar, ba'zilari juvozxonning temig'i yo'linib o'tirishibdi. Kulayotganlarimi, yig'layotganlarimi bor. Tova, bularning hammasi o'lib ketgan odamlar emasmidi deb yoqamni tutdim. Sepsolsam, juvozning ostidagi chelakka moy emas, qip-qizil qon soqib tushib yotibdi. O'ttirdi yugurib yurgan bir nechalam, mana bu paloni boyning xotini Izzatxon, yer yo'q chog'da uyga molini akirib olib, nima askirliklarni qilmagan. Mavo ikki erkakning o'zaro qilishgan badqiliqlarchi deyishib, bir xotin bilan ikki erni qip yalang'och beti juvozga ko'tarib bosdi. Juvozning o'q yog'chining g'ichirlab cho'rgilab, yeliqlarning ustixonlarining qaraslab so'ng'inni o'z qo'lim bilan oldim. Butun badanim tikallashib ketdi. "Ma'u kishini qandoq qilamiz?" dedi biri. Qarasam, bir nechisi mahallamizning ilgirki so'latlik imomi rahmatlik Sodiq hazratni tutib turishgan ekan.
Ha, unimi salayli. O'lib ketganlarning uyiga xatni Qur'on qilib qo'yman deb berib, pul qilgan xotinlar bilan nima ishlarni qilishmagan ha u deyishib, Sodiq Hazratni ko'tarmoqchi bo'lishdi. Sodiq Hazrat shundoq bo'ldi, o'zimni tushay deb o'rnidan chachirab turib, yalang'och peti juvozning ichiga tushdi. Atrofdagilar deb cho'qon silishibdi. To'xti qiziq kulib, xo'shal vaqirab, mana o dunyoga berib, do'zaxda kuyib azob tatqinlardan mening juvozxonamda poklanib ketganinglar yaxshi ish bo'ldi deyotdi. Yugurgunimcha mahallaga kelib, ko'rganlarimni mahallaning yangi imomiga so'zlab berdim. Taqsir Xudoning qudrati bilan rahmatlik Sodiq Hazratni shu yerda ko'rdim. Bandichilikda gunohdan xoli bo'la olmaydi ekanmiz. Hech kim cho'ng so'zlamasa bo'ladi ekan. Bu dunyoda qilgan atkanlarimizning so'riqi dal to'xti qiziqning juvozxonasida bo'lib o'tibdi. Dedim yangi imom. Sen Sodiq Hazratga til tekkizguchi bo'ldingmi? Yo'qol ko'zimdan deb qo'g'lab chiqadi. Ishonmamsizlar? O'zlari berib qarab baqsizlar deb g'udunshib qaytib chiqdi. Yangi imom xap ati bomdod namozida darrigi besib ko'rgulikni ko'rsatmasan deb vaqirab qoldi. Ya qudrat. Yatsi yangi imom o'zi qandoq bo'ldi demamsizlar? Sahardala yangi imom bir ko'ziga lota bog'lab ko'chada pirqirab yurdi. Uqsam bu imom meni tillab chiqirib etib, bu bachchig'ar rost aytamdi, yolg'on aytamdi deb gumon bilan asta juvozxonaga berib mo'rlabdi. Qarisi rost. Juvozxonning ichi qizib ketgan. Sodiq Hazrat tegicha juvozning ichida cho'rgilayotgudek. Imom ulug' oyatlarni o'qib, deb so'pkashlabdi. Oyat kuchini ko'rsatdi bo'lg'ay ehtimoli. Juvoz ig'irlashib, juvoz cho'rayotganlar putini ololmay qopdi. Atrofdagi yalang'ochlar nima gap bu deb hayron bo'lishibdi. To'xti qiziq, bizning ishimizni kuzatayotgan yot ko'z bormi? Chiqib qarab beqinglarchi debdi. Yaliqi yalang'ochlar ishni echib chiqiblar, imomni tutibdi. Alloh to'g'ri diginiga unumay so'rab kirib, juvozga ketib, juvoz cho'rtibdi. Imom kechicha juvoz cho'rib, hech holi qolmay yiqilib qopti. Saharda o'shiga kelib ko'zini ochsa, atrofida hech kim yo'q. To'xti qiziqning ko'ni juvozxonasida o'zi yolg'iz yotgudek. Shundan beri bechora imom bir ko'ziga yog'liq tengib olib, bekor turmay perqiraydigan bo'lib qoldi. Beg'amna shahar to'g'risidagi yangi gaplarni anglamsizlar, dedi bir kuni bir savdogar sifat odam choy ichib o'tirib. Yiroq bir yerdan mol elib kelyotdi. Beg'amna shahri atrofidagi bir cho'ldan yolg'iz o'tishga to'g'ri kelib qoldi. Ketayotaman. Bu uzun cho'lning oyog'i ko'rnay demaydi. Bir chog'da qarasam, oldimda bir ayol yo'lning chetida bo'p tutib o'tiribdi. Chochlari qo'ng'ir, oq seriq kelgan, nihoyat kelishimlik cho'kan ekan. Meni ko'rib o'rnidan turib salom berdi. Kulimsirab turib, cho'lda yolg'iz mengishdan aymandim. Uloqlarning birariga mindirvaslar, sizlarga hamroh bo'lsam dedi. Cho'l deganda hamroh bo'lib mangayli degan odamga yoqtigil bo'lmaydi dedi. Bo'ladi dedi. Yuki yeni kerak bir uloqqa mindirib qo'ydi. Eliqi ayol yo'l bo'yi shirin gaplarni qilib, ko'nglimni ko'tardi. Bir chog'da kulki bilan uloqning ustidan menga qiyo beqib, "Boy aka, uylardan ayrilganlarga uzun jahon bo'lganda, mana bu cho'lda ikkimiz yolg'iz ketib o'tibdimiz. Avo, cho'loq to'g'rasining soyisi to'xtab, birdan ko'ngil ochsaq" dedi. Men xotin bola chaqalarim bor odam, ahlim musulmonman. Meni mundoq gunohlik ishlarga boshlama.
yana mo'shundoq gaplarni qilsang, yo'lda tashlab ketaman dedim. Qarasam, bu ayolning talmirib, qarashlari jonni olib jima. Kulkisi shuncha muloyim. Chiroyimi ajoyib yiqishlar. Bir turib, bu odam siyoqiga kirib olgan shaytonning o'zini qandoq? Nemishqimi uni uloqqa mindirib olgandaman deb qoldi. Cho'kan jimib ketdi. Yana ozroq mangandan keyin, undaq bo'lsa, meni oldimizdagi oldi qo'ydi bozorga opirib, setibasizlamg'o, mayli dedi. Oldi qo'ydi deganing qandoq bozor u deb hayron bo'ldim. O aysini savdogar turib, texichi oldi qo'ydi bozorni uqmamdilar deb mendan battar hayron bo'ldi haliq cho'kan. Bizning bu yerda shundoq bir bozor bor. Bozor kuni u yerga erga tegadigan tul xotin oladigan bo'ytoq, ajrashadigan ayollarning hammasi yig'iladi. Ba'zilari xotin oladi, xotin qo'ydi, yana ba'zilari erdan chiqadi, erga tegadi. Mana bugun shanba, toza bozor bo'lgan kun. Ba'zi mollarni shu yerda foydasiga setib qolala. O'tinib qolay, meni shu bozorga opirib setibasizlar deb yolg'irg'utdi. Nima deb oljiyotganda mavxutun deb hayron bo'ldim. Ochiqimda men opirib setibatmisanmi? Ergi taklif kelgan bo'lsa, o'zing berib birga tegirmaymansan dedi. Sizlar uqmaydilar, u yerda er yo'q sulton xotinlarni ancha pulg'anmaydi. Olsimi uyga opirib xo'rlab, nihoyatda eg'ir ishlarga soladi. Qancha cho'ng mo'tvar, boy savdogarlarning xotini bo'lsa, shuncha qimmatiga setib oladi. Menga bir yaxshilik qilsalar, sotgan pul yana o'zlarida naq qolsin dedi u. Bilasizlar, biz savdogar haq degan foyda tegadigan ish bo'lsa, hech nimadan qaytmaymiz. Ichimda bumi bo'ladigan gapga, xuddi yo'lda tepib olgan narsani setib, pulini yanchiqqa solgandaklar bir ish bo'pti. Oldi qo'ydi degan bozorni bo'lsimi bir ko'rib boqay dedi. Cho'ng yo'ldan burilib, eliqi cho'kan boshlagan bozor tarafga mondiq. Uzoq mamayla keng bir ko'lning bo'yiga chiqib qoldik. Ko'l bo'yi atrofi daraxtliq cho'ng bir bozor maydoni ekan. U yerda musulmonlar, buddistlar, otashparastlar damsilar, qori tanlik, qo'ng'ir tanlik damsilar aytovur, hamma tabiqa har xil rangdagi odamlar mig'ildishib yuribdi. Xonimlar, yigitlar, ajrashadiganlar, to'y qildiganlar shu yerdalar gapni pishirishib, putishadigan gapga. Hamma odam to'pni orlab, yigitlar xotinlarning sag'risiga, xotinlar yigitlarning bo'y turqiga qarab yurdi ekan. Bu oliy yeshil qiyomatni ko'rib, ko'zlarim oda chekman bo'lib ketdi. Umrimda bu cho'llikdan qancha qitim o'tib, bu bulon pushqoqda mo'shundoq bir g'alati bozorning borlig'ini anglamagan ekanman. Uloqlarni bir chetga bog'lab qo'yib, ahmduli kishilarning orasiga kirib turuvdik. Bir aylan yenimga qistab kelib, bu xotinni sotmoqchimi dedi. Sotaman dedi. Undaq bo'lsa, mana bu yoqqa deb bozorning bir tarafiga boshladi. U yerda bir chiraning yanida bir oqsoqol o'ltiribdi. Yanada qumush qalamlarini tutib turgan ikki kotibmi bor. Eliqi bizni boshlab qo'ygan odam cho'kanni egiz supining ustiga chiqarib qo'yib, varqirab xaridor yiqiltdi. Ay xaloyiq, mana bu Iroqdan kelgan katta bir savdogar, musulmonning xotini, musulmon ayollarining pokizligini aytmasammi bilasizlar? Savdogar safar ustida qiynalib qopti. Bu go'zalni mushu yurtlarda qoldirib ketishga o'zi rozi. Qani kim oladi? 100 tanga deb vaqirdi. Atrofga birdamdil odam olashdi. Oradan biri 150 dedi. 200 dedi soqolliq biri. Oradan bir yigit chiqib, cho'kanning atrofini bir aylanib ko'rdi-da 300 dedi. Ko'nglimda bu cho'kanni shu yigitga loyiq ko'rib turardim. Pashtigacha uning bahosi yana 400 tangaga o'rlab ketdi. Oradan biri 500 deb vaqirdi. Shunda qilib, haliqi cho'kanning bahosi 500 tangaga bitdi. 100 tanga bozor haqqi, 50 tanga oqsoqolga qoldi. Yana 50 tanga
qog'oz qalam oldi nimalarning haqqi. Mana sana tiyishlik bo'l deb qo'limga 300 tanga ko'mishni sanab berdi heliqi bizni boshlab kelgan odam. Qarasam, cho'kanni 500 tangaga setib olgan devidek yo'g'on bir maxluq ekan. Ayol menga qiyolmaganda qilib qarab qo'ydi. Ishim og'rib qoldi. Nemishqimi yurtga ketib, nikoh o'qitib, amrimga olmagan bo'g'aydim deb qoldi. Ayol men tarafga talpinib, "Kel, hech bo'lmaganda men seni birni suyib qo'yay" dedi. Men uningga nazmni tutib berdim. Soqollarimga yepishib turib, qattiq birni so'ydi. Xo'shlashganimiz shu bo'lib qoldi. Nemishkim bilmayman. U so'ygan mana bo'ya ta bugungacha kuyib og'rib turdi. Bilqut shirkatida ovozga ilinib, Bilqut to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Mamtimin Hoshurning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Qum bosgan shahar nomli romanini bugun mushargacha anglatdik.